xitoylik qozoq bola bilan hozir tanishib qoldik. O'zbekcha restoranga olib ketyapti. O'zbekcha restoranning xo'jayini ham o'zbek ekan, faqat xitoylik o'zbek ekan. Qanot yeb ko'ramiz. Shu ko'chaning ikkita tarafida ham elektronik magazin bor. Odam tanishaverasizmi? Ha. Havo yana 550 metr. Qozoqlar ko'pmi Shenjenda? Qozoq, Uyg'ur, O'zbek, Uyg'ur ko'p. Uyg'ur ko'p. Shenjenda O'zbek, Shenjenda Uyg'ur ko'p. Uyg'ur ko'p bor. Qozoq az. Ha, Men o'zbek. Qozoq az, O'zbek de az. Qozoq bilan O'zbek az, Uyg'ur ko'p. Juda ko'p. Uyg'urlarniki ham bormi? Ha, juda ko'p. Amerikaliklar yoqtiradimi o'sha ovqatlarni? Yo'q. Faqat o'zimiznikilar kiradi. Faqat o'zbek, tojik, qirg'iz, rus. Amerika zo'rmi? Baqlajon ham bo'sharkan. Aka go'shtni qayerdan olasiz? O'zlaringiz so'yasizlar? Yo'q, go'shtni hotel bitmonlar shu yerdan qushxona ijaraga olib, molni olib kelib shu yerda o'zi so'yib turib, tarqatishadi. Uyg'ur bo'lma. To'rtta qushxona olib, qo'yishlarga o'ziga.